80 ming yuanlik katta sho'rpisi. 17 qism. Qanaqding? Men majanda atamdan boshqa 5 odamda yonmayman qandoqligini bilasan qo'y ha. Menmichu achchiq gaz o'zim tutlamay qadim. Bilsangmi meni? Achchig'im bak yomon o'xshamabdi chiqib baqaman men ko'raman. Chiqmayman. Bo'ldi. Shunga sen o'ltir. Nima qilasizlar? Kim turing? O'ltirmang. Bo'ldi qila. Bo'ldi. Nima qilaman? Bo'ldi qila. Bu chiroyli deyishlar bu gapni. Chiroq batirib qolib turadi. Nimanda qila qolibdi? Alay men Kavsarni mo ichaman. Kayfiyatim oshqana. Alay desam ichaman. Va 20% qo'rqoqning yomon dushmaniga yomon kayfiyat buzilgan vaqtda ichib qo'ysa, tirsidi qilib qo'ydi beshimizda. Ichib qolib potolgina menga berishinglar. Kallavashlarni yeyish qo'yman. Apkina. Turaversinmi shada? Voy apkina. Maguni qon ulab ketdi-ya buni mana. Bu chiroyli deyishmamiz bu gapni. Nima to'g'rishib yursalar? Men qasingga deb qo'yay. Ma 80 ming ko'ylak kaptaning voqeasini ma elimelde anglamaga adam qolmabdi hozir. Ma yuzimizga satmasman mana to'g'rishib yursak. Ya'ni o bizim uyg'lab ketdi ma talab tuzlab qolsa qanday bo'lmoqchi hozir? Va chiroyli hal qilishlar buni. Anvar chiroyli pulni olib ketdi. Bo'libdi o kapta uchib ketgan bo'lsa, Allohchi so'qqan bo'lsa so'qibdi, bilan qilibdi. Buni uchun manda qilishimiz haqasini anglanglar. Ma 15 ming ko'y mening mana. Ma 15 ming ko'yni men olibman. Bu yerda bundan murakkab gap yo'q. Hozir u kapta sen asli menga bergan. Keyin o'zingning qo'ldan chiqib sen Shamilga setib uni, Shamilning qo'lda yo'qabdi shundami? Sen u kaptani To'sintekin 15 ming ko'y qolgan-ku. Ha. 15 ming ko'y qolgan ekan, hozir uch kapta yo'q qoldi. Hozir ba'ziyan shu 15 ming ko'y. Yo'q ish yo'q bu yerda. Endi sangimiz ham bo'lib ketmasin, sangimiz ham bo'lib ketmasin. Bu ishda 3 yilimizda ham savallik bor ekan. Shuna 15 ming ko'y ziynoning 7,5 ming ko'yni men ko'taray. 7,5 ming ko'yni Shamil ko'tarsin. Shuna chiroyli tuyishib kelsa qanday bo'lar? Xar bo'libdi. Sening yuzing 15 ming ko'yn to'lab berani. Qag'alama gap qilmay. Mana bo'ldi-ku mana. Shamil sening uchun. Enverli ma'qul desa, kaptan men o'zim yo'qotgan gunoh o'zimda bo'lgandikin 7,5 ming ko'yn sen to'laydim deb yurma. 15 ming ko'yn men to'lay. Yo'q adash. Bu ishda bizning savallikimiz var. Sen bana ustiga bizning ko'nglimizni deb, bizni azarlashib qolmasin demagan bo'lsang, u kaptani qapasini chiqarmayding, u kaptan yo'qolib ketmaydi. Qalab turib sangimiz yam bo'lmasa, ishimiz tam to'layli endi buni. Oy. Ha. Ma'qul obdan solab qo'yib tura. Ma'qul. Yo'q 80 ming ko'ylak kaptaning bisi uy beribdi hozir. Voy. Bu tig'im bilan bo'lib turibsa? Demak, 15 ming ko'y ziyonning yerim yenib keldi deganga. Ondan 7,5 ming ko'yni ada Shamil. Ishimiz tam to'lab olsak tugatga bu ish. Yo'q. U kaptan yo'qligida men emasmi? O'zini senmi to'laydi deb yurma, uni ham nima o'zim to'lab o'tay. Voy yo'q, ishimiz tam to'laymiz uni. Bo'ldi og'illa. Manda qildi bu ishni. Bu ishda 3 yilimizda savallik var emasmi? Bo'lgan ziyonma aran 7,5 ming ko'y. Üçümüz hem de 50 gün olgan diken. 2,5 ming koydan tatlı tüyt otlaymış kaptan aşı. Qanday dedim? Gap bo'ldi menimcha. Mayli. Ajna qilsaqmi qilaylik. Qildi. Emisi ma o. Sen 90 ming koy pulun sana bo'la. Sanmasam bo'la adash. 80 ming ko'ylak kaptan çok hoşa. Şundak buldu param silip Allah'ım gelsin. Acayip yaktı bu. Filmning davomi erta yo'llanadi. Ko'rmoqchi bo'lsangiz bizni qo'shib oling.